Fotimani mahri uchun Alloh jannatni beryapti desa, Fotima onamiz nima deydi? Rozi emasman. Rasululloh aytadi. Savol kelganda Fotima onamiz so'raydi, "Dadajon, mahriga nima bor ekan?" desa, payg'ambar alayhisalom aytadiki, mahriga 180 tilla berdi. 90 tillaga sizga mahrga ajratdik, 90 tillaga dasturxon yozadigan bo'ldi. Mahriga rozi emasman deydi. Shu payt Jabroil alayhisalom tushadi, "Yo Allohning rasuli, Fotimani mahri uchun Alloh jannatni beryapti" desa, Fotima onamiz nima deydi? Rozi emasman. Rasululloh aytadi, "Qizim, sizga jannat beryapti Robbim. Sizga jannatni to'laligicha hadya qilayotgan bo'lsa, boshqa undan ortiq sovg'a yo'q" desa, "Dadajon, Aliga mahriga rozi bo'lishligim uchun Jabroilga ayting. Sizni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan ummatingizni oxirgisi qiyomat kuni jannatga kirmas ekan, mahriga rozi emasman." Ya'ni siz bilan bizni jannatga kirishligimizni mahriga so'rab olgan. Siz bilan bizni jannatga kirishligimiz. Shuning uchun Rasululloh aytadiki, "Qizim,